Men buni chizyapsan? Nima qilib chizsam? Bu meni adam mashinasi, meni adam ushmilli. Adam bechara bu mashinani palon pulga olgan mehnat qilib. Qimmat mashina bo'lsa, uni ustiga qaramablarni toqib tashlabsan. Kecha mo'ykadan chiqqan bo'lsa. Ruchkani menga berganda, o'zing hatto koptimi, xo'rjam o'ynay. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Ukam mashinasini chizib tashlabdi. Ukam bechara bu mashinani mehnat qilib palon pulga olgan bo'lsa. Menga qarang, chizsada siz mashinasiga chizyapti. Yo siz bir qism qo'shib qo'ygan joyingiz bormidi? Niye aralashyapsiz o'zi siz bilan oilaviy ishlarga? Uyda o'tirib shunaqa xotinlarga o'xshab qolgansiz. Chiqib ishlash kerak-da endi. Qizim xolisi chizadi, xolisi sindiradi. Otasining mashinasi. Burningizda hamma narsaga tiqilmang. Mohina darslaringni qildingmi? Yo'q. Bor kirib ichkariga darslaringni qil. Agarcha aqllilik qilgisi kelayotgan bo'lsa, uylaningda, bolalaringizga xohlaganingizcha aqllilik qilavering. Tushundingizmi? Meni bolalarimga gapirishga siz umuman haqqingiz yo'q. Yani uylan tezsiz topshirish kerak, egasi ham miyaga chiqishni boshladi. Aytolmam anam bolaga. Tezroq berlaring gapiryapti deb. Sen o'zing ham gapirib turgin-da bolaga. Biz bitta uyga to'g'ridan berdik. Xo'lik. Qalaysiz? Uka yaxshimisan? Salom. Yaxshi tuzumsiz? Charchamayapsizlar? Rahmat. Uka, arzimasiz ham tug'ilgan kuningga. Samsung Galaxy A53. Ya yo'laga bundan zo'r sovg'a yo'q men uchun aka. Juda xursand bo'ldim. Hayotimdagi eng katta sovg'a mana shu bo'ldi. Rahmat aka. Rahmat. Esimdan chiqib ketdi bugun tug'ilgan kunimga. Nima esingdan chiqadi? Kechki joy gaplashib qo'yganman. Ha, aytgancha. Ish bilan bo'lib hayolimdan ko'tarilibdi. Rahmat aka. Bag'ringizga shukr. Men uchun bundan katta sovg'a yo'q bu dunyoda. Aka, kechga o'tarsiz. Tug'ilgan kunda o'tiramiz, xudo xolasa. Hop, xudo xolasa. Bo'ldi, kutamiz. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti. Qanaqa telefon ekan o'zi? Samsung Galaxy A53. Shu ham telefonmi? To'g'ri. Va senga ishlat. Yaxshi telefon. Nimasi yoqmayapti? Nima qilib shuni ishlatsang? Ikkinchi telefon qilib ishlatib yuraverasan. Sen men biron marta tufta telefon ishlatganimni ko'rganmisan? Men doim iPhone ishlataman-ku. Buni ham ishlatsa bo'ladi, normalniy telefon. Boshqa qotirma. Oz hanga. Bo'ldi. Gapni nima qilasan ko'paytirib? Ba'zida qilib ishlatib yuravermaysan, duo qilib qo'yasan evaziga. Bo'ldi. San davringda mazza qilib ishlatib yuraveraman. Yasha mana davrimda bir. Aytgancha, ana unga $100 berib olish kerak kechqurun o'tirishga. Yur, mashinadan olib berib yuboraman. Ketdik.